Assalomu alaykum o'rtoqlar. Oldingi hafta kanalda buy va sell g'oya beriluvdi tillar bo'yicha. O'shani sizlarga razborini tushuntirmoqchiman. Ya'ni sizlarga beriladigan g'oya beriladigan paytda ham man sizlarga aynan model kuchishni, qayerda model kuchishni, aynan o'zini maxsus kuchli zonali bo'ladi. Bu disbalans, fair value gaplar aynan o'sha zonalarda biza narxi reaksiyasini kutishimiz kerak bo'ladi. Oldingi hafta tillarda bir necha signal, ya'ni signal emas, g'oya berildi. O'sha g'oyalar juda yaxshi ishladi. Shuning uchun ayrim shu ikkita berilgan g'oyani logikasini, mexanikasini nima uchun ochilganini tushuntirib o'tmoqchi edim. Demak, biz har doim bir grafikka analiz qilayotgan paytda biza katta time frame'dan boshlashimiz kerak. Misol uchun bu bizada 4 soatlik time frame. 4 soatlik time frame'da biza ko'ryapmiz. Bizada kuchli bir impuls bilan yuqoriga chiqib, bu yerda kuchli bir korreksiya, katta bir kechirasiz. Katta bir uzun korreksiya bo'lgan va biza ko'rishimiz mumkin bu korreksiyaning ichida, ya'ni bu harakat ichida bizda mavjudda 4 soatlik disbalansimiz bor edi. 4 soatlik disbalansimiz bor edi. Bir marta reaksiya berib, narx pastga tushib ketgan. Yana bu yoqda pastga tushayotgan paytda biza ko'rishimiz mumkin, yana bu yerda bizada 4 soatlik disbalansimiz bor. To есть hozir narx aynan mana shu kuchli bir harakatdan keyin bizada bitta esimda bor, biza buy pozitsiya beruvdik nimaga? Chunki narx bu yoqda kuchli bir likvidnost anaqani oldi, kuchli bir likvidnost zonani oldi. Oldingi kun, oldingi hafta minimumlar oldi bu yoqda. Narx kuchli impuls berib, aynan mana shu turgan 4 soatlik disbalansgacha kelgan. Bizga bu yerda reaksiya ko'rsatib, pastga tushib, bu yerda turgan zonamiz, order block zonamizga kelib, bizga reaksiya berib, o'suvchi trendda, ya'ni o'suvchi harakat bo'lib ketyapti. Ya'ni данный moment biza mana bu yerda ham fair value gapga keldik, reaksiyani oldik, ketdik. Bu yerda ham xuddi shunaqa situatsiya, ya'ni biza fair value gapgacha keldik. Bu yoqda reaksiya bo'ldi, narx qatga to'xtadi, qayergacha kelgan. Mana bu impuls ichida bizada xuddi shunaqa 4 soatlik disbalansimiz bor. To есть biz ko'rishimiz mumkin, narx katta time frame'dagi disbalanslarni orasida hozir aniq bir o'suvchi trendda ketyapti. Demak, biz hozir bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, narx aynan mana bu impuls ichida bizada 4 soatlik disbalansimiz bor. Ya'ni biza bu zonani отметка qilishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin kichkina time frame'ga o'tganimizda, ya'ni 1 soatlik time frame'ga o'tamiz. 1 soatlik time frame'ga o'tganda biza aynan mana shu turgan 1 soatlik zonani belgilashimiz kerak. Ya'ni biza bitta nimani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun mana bu yerda bizada impuls bilan narx tepaga ko'tarilib, impulsga pastga tushgan. Bu yerda bizada IFVG zonamiz bor. IFVG 1 soatlik disbalans zonamiz bor. Ya'ni narx uchun boya aytgandek, disbalans zonasi magnit sifatida ishlaydi. Undan keyin ko'ryapmiz, mana buni to'g'rilab qo'yaylik chiroyli qilib. Mana bu yerda xuddi shunaqa bizada 1 soatlik disbalansimiz bor edi. Narx shuni reaksiya berib pastga tushib ketdi. Ya'ni hozir данный moment bizada yana buni ichida 4 soatlikning ichida 1 soatlik disbalansimiz bor. Hozir ochiq zonamiz bizada aynan mana shu zonamiz.
shu zona undan yuqorida bizda misol uchun mana bu haylarimiz ham bu yoqda biza nima ko'rishimiz mumkin? Bu yoqda bizada impuls bilan narx, bu 1 soatlik time frame, aynan mana shu harakatni bizlar hozir ko'rib chiqishimiz kerak. Narx qaranglar, order blokka bu yoqda keldi. Bu yoqda bizada ichki likvidnessni oldi. Ichki likvidness olgandan keyin aynan mana bu impuls ichida bizda 1 soatlik disbalans bor edi. Narx kelib shu 1 soatlik disbalansdan bizga reaksiya beryapti. Disbalans ichida likvidness olinyapti. Bu yoqda biza kichik time frame'da strukturamiz buzilib, bizga reaksiya berib, narx bu yoqda ham bizada ichki likvidness olinyapti va order blok hosil bo'ldi. Bu yoqda narx kelib order blokdan reaksiya olyapti. Order blok ichidan xuddi o'sha likvidness olinyapti. Ya'ni biz uchun likvidness olinish kartinkasi, ya'ni biza qachonki likvidness olinganini ko'rganimizdan keyin biza savdoga kirish to'g'risida qarorga kelishimiz mumkin. Ya'ni biz ko'ryapmiz, narx har doim tepaga ketishdan oldin bizda chap tomondagi likvidnessni olyapti. Bu yoqda ham narx oldi, tepaga ketdi. Bu yoqda ham biz ko'rishimiz mumkin, bizda likvidness olinyapti. Narx 1 soatlik disbalans ichiga tushib, bizga reaksiya bergandan keyin yana ko'ryapmiz, 1 soatlik disbalans, narx yana pastga tushib, ya'ni hamma zonalar sekin yopilyapti. Ya'ni narx ko'tarilishdan oldin hamma disbalans zonalarini yopib bizga chiroyli bir harakat qilib berdi va kuchli bir zona, ya'ni 4 soatlik disbalansgacha narx keldi mana bu yoqda. Kelgandan keyin bizda high bor. Bu yoqda maksimum. Biz bu maksimumni bu yoqda pastda high qildik. Keyin bu yoqda narx kelyapti. Ichki likvidness bilan ishlab ketyapti. Ya'ni mana bu bizda bol olinishi bor. Hozir buni kichkina time frame'ga ham o'tamiz ko'rishimiz uchun. Ya'ni bu yoqda bizda Amerika sessiyada manipulyatsiya bo'lyapti. Zonani ichida bo'lyapti hammasi. Keyin Aziya sessiyada bizlar oldingi kun high'ni olamiz. Oldingi kun high olinib, aynan 4 soatlik disbalans ichiga biz reaksiya beryapmiz. Ya'ni 4 soatlik disbalans ichida bizda ahamiyat bersanglar, mana bu impuls bor. Bu impuls ichida bizda 1 soatlik disbalansimiz turibdi. 1 soatlik disbalansimiz bor. Ya'ni fair value'ga imbalance, disbalance kim qanaqa etsa farqi yo'q. Logikasini tushunsanglar bo'ldi. Bu yog'iga biza kichkina 15 minutlik time frame'ga tushamiz. Ya'ni biza hozir nimani ko'rdik? Bizda narx o'suvchi. Biz kuchli zonaga keldik. 4 soatlik disbalansga keldik. Bu yoqda bizda struktura o'suvchi, maksimumimiz bor. Bu yoqda minimumimiz bor. Bu yoqda bizda yangi maksimum shakllandi. Aynan bu yoqda maksimum shakllandi. Bu yoqda emas. Bu minimum bizda aynan mana bu maksimum shakllangandan keyin, mana shu high'dan keyin hosil bo'ldi. Mana bu minimum. Bu yog'iga bizda yangi maksimum yangilanishi bor. Va bu yerda bizda minimumimiz. Ya'ni qaranglar. Narx bizda maksimumni high qildi. Tana bilan yopildik, bizda boss bo'ldi. Bu yoqda bizda minimum shakllangan. Nimaga? Chunki strukturani logikasi bo'yicha bizda mana tana bilan yopilishi bor. Bu bizda minimum. Bu bizda endi maksimum bo'ladi. Nima uchun? Chunki bizda aynan mana bu korreksiyani narx olgandan keyin mana bu inducible bo'ladi.
buyog'i investment bo'ladi. Bu yoqda bizada narx kelib aynan shu minimumni, mana shu minimum kelib soya bilan buzyapti. Tana bilan buzilish yo'q. Undan keyin soya bilan keyingi switcha, ya'ni mana shu zona bizada manipulyatsiya zona bo'lyapti. Bizada yangi minimum shakllangani yo'q. Sabab biz tana bilan yopilmadik bu yoqda. Bizada kun yopildi va yangi kun ochilganda bizada bu yoqda biz anaqani ko'ryapmiz. Aziya sessiyasi, ya'ni bizada Aziya sessiyasi bor. Ahamiyat bersanglar, bizada mana hayimiz bor. Keyingi hay bizada bu zonamiz peri-hay olmadi. Undan keyin haylar ham bu haylarni hech qaysini peri-hay qilayotgani yo'q. Ya'ni mana bu zona bizada hozir likvidniy zona hisoblanadi. Kimniki? Mana bu yerda sellga kirib olgan retail treyderlarning stoplari joylashgan. Ya'ni mana shu logikani asosida ko'pchilik mana shu proboyna asosida ko'pchilik savdoga kiradi va aynan stop prikaz mana shu joyga joylashtiriladi. Ya'ni hozirgi paytda biz yana ko'rishimiz mumkin, misol uchun bizada xuddi shunaqa kartina bu yoqda bor. Ya'ni bizada trendovый liniya bor va aynan bu joyda ham bizada sellga kirgan treyderlar juda ko'p va ularning ham stoplari aynan mana shu joyda joylashgan. Ya'ni bu biz uchun bir likvidniy zona hisoblanadi. Bu yoqda ham bizada likvidnost turibdi. Nima uchun? Chunki xuddi shu logikani asosida bitta ham bu proboyda aynan mana shu harakat ichida ham prodavets, ya'ni sell retail treyderlarimiz bor va ularning stoplari albatta mana shu nuqtalarda turadi. Chunki mana ko'rinib turibdi, qayerda oddiy talpa treyderlar savdoga kirgan joyi. Ya'ni biz uchun muhim shu narsa, qayerda biz ko'ryapmiz, talpa o'z stoplarni qoldiryapti va krupniy kapital aynan shu stoplarni olishga harakat qiladi. Ahamiyat bersanglar. Biza mana tepaga ko'tarilayotgan paytda mana bizada maksimumimiz bor. Biza shu maksimum kelib 4 soatlik disbalansga urildi. Undan keyin narx kelib bitta joylashgan 4 soatlik disbalansga urilib, ichidagi 1 soatlik disbalansga kelib mana birinchi likvidnost olinyapti. Ya'ni biza ko'ryapmiz, narx likvidnost olgandan keyin bizga kuchli bir harakat berdi. Bu yoqqa narx pastga tushgandan keyin xuddi shuni ko'ryapmiz. Ya'ni biz tepaga ketishdan oldin biz likvidnost olyapmiz. Tepaga ketyapmiz. Bu yoqda ham xuddi shunaqa tepaga ketishdan oldin ichki likvidnost olinyapti. Narx tepaga ketdi. Bu yoqda ochiq qolib ketgan likvidnostimiz bor edi. Bu yoqda narx pastga tushib, shu ochiq qolib ketgan likvidnost olyapti. Bu yoqda manipulyatsiya bo'lyapti. Bu yoqqa ko'tarilgandan keyin biz bu zonani peri-hay qilmayapmiz уже. Bu yoqda ham hech qanaqa peri-hay yo'q. Bizda aynan mana shu joyda likvidnost yig'ilyapti. Narx pastga tushib, bu zonani biz уже peri-low qilmayapmiz. Mana shu zonani biz уже peri-low qilmayapmiz. Nima uchun? Chunki biz уже chap tomondagi hamma likvidlarni terib chiqdik tepaga ketayotganda. Bu yoqda likvidnost yo'q. Va bu yerda xuddi shunaqa kartinkani ko'ryapmiz. Ya'ni biz mana bu yerdagi kichkina time frame'da bir zona qidirish kerak bo'ladi. Ya'ni bu 5 minutlikdami, 3 minutlikdami qanaqadir bir zonaga kelib bizda shunaqa bir situatsiyani ko'ryapmiz. Ya'ni biz hali ham 4 soatlik disbalans ichida. Ya'ni bu bizga как resist zona hisoblanadi. Biz bu yerda likvidnost olamiz. Likvidnost olgandan keyin bizda bu yoqda order blok hosil bo'ldi. Bu biz uchun order blok hisoblanadi. Hali ham 15 minutlik time frame'damiz. Bu yerda ham bizda test qilgan order blokni test qilgan switcha, u ham biz uchun order blok hisoblanadi.
Demak, biza ko'ryapmiz, bizada judayam ko'p likvidimiz bor. Bizda hozir уже Frankfurt paytda savdolar boshlandi. Biz uchun hozir London nima harakat qoldirishini biza ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni London ochilishini kutamiz. Soat 1 bo'ldi, ya'ni qish paytida bizada soat 1da London ochiladi. Va bizga qanaqadir bir manipulyatsiya, qanaqadir bir harakat qilib berish kerak. Ya'ni birinchi nimani ko'rishimiz mumkin? Bu yerda misol uchun bizada Aziyani maksimumi bor. Misol uchun Aziyani maksimumiga biz qanaqadir bir reaksiyani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mabodo biz qanaqadir reaksiyani ko'rsak, shunga qarab biz narx haqqa borishni bir taxmin qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana ko'ryapmiz, burada tepada likvidность ochuv, narx tepaga ketyapti. London bizada ochildi. London ochilishi bilan bizga bu yerda London sessiyasi aynan Aziyani perixay qilyapti. Mana bu yerda Aziyani sessiyasi bilan bu yerda ochildi. Perixay qilgandan keyin kuchli bir impuls bilan narx pastga ketdi. Ya'ni bizada bu yerda ochuv qolib ketgan zonamiz bor. O'shanda g'oya aynan shu tartibda berildi. Ya'ni narx bu yerda qanaqadir bir likvidность olgandan keyin biz pastga tushib, mana bu yerda qolib ketgan, mana bironta likvidность olinmagan joyga pastga tushib, bu likvidностьlarni olamiz. Keyin bu yerda kichkina time frame'ga o'tib, bu yerda kichkina time frame'da biza o'zimizga kerak model qidiramiz. Ya'ni impuls bo'lishi, korreksiya bo'lishi va bizani asosiy maqsad aynan mana ko'rishimiz mumkin, bu hayam bu hayni, ya'ni asosiy haylardan birini perixay qilmagan, ya'ni bu zona biz uchun muhim bo'ladi. Va uni yuqorida biz boya belgilagan, misol uchun ochiq qolib ketgan 1 soatlik disbalanceimiz bor. Narx mana shu zonaga biz uchun mana kelyapti. Biz bu yerda kichkina M1 time frame'ga o'tamiz. M1 time frame'ga o'tganimizda mana o'sha order block bizniki. Bu M15 order block aynan bu zonani ichida biza impuls korreksiyaga bo'lishimiz kerak. Impuls bor. Bu yerda mana korreksiya, yana bir impulsimiz bor. Bu yerda главный switchamiz turibdi. Bu yerda bizada shunaqa harakat, ya'ni hozir bu yerda bizada M1 zonamiz qidiramiz. Hatto bizada bu yerda M1 zona bo'lishi mumkin. Aynan mana bu qora switcher, bu yerdagi qora switcher, fair value gap bor switcher biz uchun M1 order block bo'ladi. Va aynan shu zonaga narx kelganda biz shu joyda kuchli bir reaksiya ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana narx kelyapti. Shu M1 zonaga qaranglar. Shu M1 zonaga kelgandan keyin biza bu yerda likvidность olyapmiz. Ko'ryapsizlar? Ya'ni biz bu zonada ikki xil modelimiz bor. Sizga hozir aynan bu joyda qaysi model asosida kirilganligi va nima uchun va qaysi tartib bilan aynan shu zonadan buy olinganini sizga tushuntirib beraman. Demak, bizada bu yerda narx kelib aynan mana shu zonamizga M1 zonamizga kelyapti. Qaysi tartibda kelyapti? Kuchli bir impulsimiz bor. Mana impuls kelgandan keyin biz yana korreksiya beryapmiz va shu impulsni biz bu yerda likvidностьni olyapmiz, yana diapazon ichiga qaytyapmiz.
diapazon ichiga qaytgandan keyin kelinglar, mana shuni chizib bering. Ya'ni bizda impuls bor. Bu yoqda korreksiyamiz bor. Impuls bilan biza mana bu chap tomondagi likvidnost olamizda va bu yoqda bizda уже strukturamiz buzilyapti. Mana ahamiyat bersanglar, bitta strukturamiz buzildi. Ya'ni bu bizda cho'ch bo'ldi. Bu biz uchun cho'ch bo'ldi. Ya'ni bu yerda hozir strukturamiz, ya'ni M1 strukturamiz buzilyapti. Biz uchun endi kuchli bir zona qidirishimiz kerak bo'ladi. Qaysi biz uchun zona kuchli? Aynan mana bu qora order blok. Ya'ni mana mashitni o'zida biza поглощение degan switchni formatsiyani ko'ryapmiz. Ya'ni bizda aynan mana bu qora switcha likvidnost olgandan keyin bu qora switchani biz bu yoqda kuchli, ya'ni bizda buy switcha hosil bo'lyapti. Aynan shu buy switchada bizda уже hosil bo'lgandan keyin biza уже mana bu switcha biz uchun order blok hisoblanadi. Ya'ni bu zonaga biz ko'ryapmiz, narx test berib reaksiya beryapti. Reaksiya bergandan keyin aynan mana shu zonadan уже buy pozitsiya olindi. Birinchi pozitsiya. Bu order blok biz uchun takja muhim bo'ladi. Nimaga? Chunki agarda buni tepasida bizda asosiy modelimiz qanaqa bo'lishi kerak? Ya'ni mana bizda pre-high bo'lgandan keyin bizda narx likvidnost yasab berish kerak. Ya'ni mana biz uchun aynan mana shunaqa holat kerak. Qachonki bizda mana shu likvidnost bo'lsa, bu impuls ichida biz zona qidiramiz. Ya'ni test bo'lmagan qiziq order blok zonasi, o'sha joyiga narx kelganda biz bu yerdan yana buy olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni boyagi ochilgan narx, birinchi ochilgan bitimni biz boyagi targetlarga joylashtiramiz. Ya'ni targetlar qayerda? Aynan mana shu fair value gap zonasigacha edi. Ko'rishimiz mumkin, narx bizga qaraymiz. Demak, bizda narx nima qilyapti? Narx kelib, buni sal chetga olgandik. Narx kelgandan keyin bizda aynan mana shu impulsimiz bor, oxirgi impulsimiz. Agarda ahamiyat bersanglar, mana bu impuls kelgan, bitta korreksiyamiz bor, bitta impuls bor, korreksiya, bu bitta impulsimiz bor. Ya'ni narx ko'tarilgandan keyin bu yoqda kuchli bir likvidnostni ya'ni mana bu manipulятsion switcha zonasiga kelyapti. Manipulятsion switcha zonasi kelgandan keyin bizga reaksiya berganda ham albatta biz ochiq likvidnost qoldiramiz. Ya'ni biz bu yerda pre-high qilmasdan pastga tushamiz. Bu biz uchun nima ma'lumot beradi? Что narx mana o'zi uchun mana shu aynan shu zonaga kelishga bir sabab qoldirdi. Ya'ni biz pre-high bo'lmagan maksimum bilan ko'ryapmiz va o'sha maksimumlar pre-high bo'lyapti. Demak, narx shu zonani o'zi uchun mo'ljallab qoldirdi. Xuddi mana bunaqa highlarga o'xshagan. Ya'ni mana shunaqa highlar ham biz uchun bir sabab, narx uchun aynan shu zonani biz pre-high qilishga harakat qiladi. Demak, biza xuddi modelimiz bo'yicha ko'ryapmiz, mana strukturamiz buzildi. Bu yoqda bizda anaqamiz bor, ya'ni indasmentimiz bor. Narx kelib shu indasmentni bizga perilow qildi. Lekin bizda baribir mana shu order blok ochuv turibdi. Narx mana bu yoqqa ko'tarilganda ham mana bitta trendovый likvidnost yasayapti.
trend va likvidnost perihigh bo'lib, ya'ni biz mana shu zonani oldik. Endi qayerdan qaytishimiz mumkin? Misol uchun mana shu yerda bizda также 1 minutlik FVG'miz bor. Ya'ni bu zona biz uchun bir razворот, ya'ni FTI zonasi hisoblanadi. Biz bu zonadan reaksiya olishi ham mumkin. Bu zonaga kelmadi. Bu yerda bizda уже amerikanskiy sessiya boshlandi. Ya'ni Amerika sessiya boshlanishi bilan narx bizga kelib kuchli bir impuls bilan kelyapti. Ya'ni bu yerda ham biza qanaqadir bir подтверждение kutishimiz kerak. Qanaqa подтверждение bizga kerak? Mana bu impulsimiz ichida bizda qanaqadir bir struktura hosil bo'lishi kerak. Boya aytgandek, ya'ni mana bunaqa impuls kelsa, impuls xuddi hech qanaqa strukturamiz yo'qmi? Demak, bitta перелом kutib, keyin перехай kutishimiz kerak. O'shanda narx tepaga ketish to'g'risida qanaqadir bir signal berdi desa ham bo'ladi. Mana hozir biza aynan mana bu eng pastki nuqtani tagiga tushdik va biz uchun mana bu zonani перехай biz uchun cho'ch hisoblanadi. Ya'ni strukturamiz buzildi deb hisoblanadi. Va bu yerda ham biz ko'ramiz, narx pastga tushib likvidni olyapti. Likvidni olgandan keyin hozir agarda keyingi switcha aynan bu switchani shu diapazonni tepasida yopilsa, bu yerda kuchli bir ig'voq bor deb anaqa qilsa ham bo'ladi. Va aynan mana buni mashina tepasida уже tana bilan yopilsa, mana buni tepasida tana bilan yopilsa, уже bu yerdan buy olish ham mumkin. Nima uchun? Chunki biz zonani ichida, birinchidan biz M15 zonasiga keldik mana. Bu M15 zonasida biz turibmiz bu yerda, birinchidan. Ikkinchidan, bu bizada M1 struktura. Modelimiz cho'ch bo'lgandan keyin, ya'ni biz model bo'yicha aynan shu zonada kirishga qaror qildik. Narx kuchli bir impuls bilan bizada aynan mana shu zonani tepasiga ketdi. Ya'ni bu yerda bizada yana disbalans hosil bo'ldi. Disbalans hosil bo'lgan joy biz uchun aynan bu zonada IFVG'miz bor. Ya'ni aynan shu zonada bizada krupniy kapitalimiz bor. Va narx hozir bizga bu yerdan test beradi. Ya'ni bu uchun qanaqadir bir signal. Bu yerdan bemalol buy olamiz. Stopni qaqib qo'yamiz. Ya'ni mana bu fair value gapimiz bor. Bu blokimiz bor. Bu bizada o'zi M1 blok, o'zi kichkinagina blok bo'lsa, mana shu minimum tagiga yoki jami bo'lsa, mana shu blok tagiga qo'ysa bo'ladi. Bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, narx pastga tushgan sari mana bu yerda bironta high olinmagan, ya'ni mana bu yerda ham bir sabab bor, чтобы narx aynan shu zonalardan tepaga boya biza ko'rsatib o'tgan zonaga, ya'ni 1 soatlik disbalansgacha olish anaqamiz bor. Ya'ni hamma anaqamizni условияni biza bajardik. Ya'ni bizada kuchli bir zonaga narx keldi. Kuchli bir zonada narx kelgandan keyin bizada bu yerda likvidnost olinib, strukturamiz buzildi. Keyin bizada yana zonaga, ya'ni bizda bu yerda likvidnost yechgan zonaga narx qaytib, bizga yana test beryapti. Narx yana kelib shu zonaga kelyapti. Bu zonada ochiq qolib ketgan M1 zonani ichidan biz уже modelimiz, ya'ni biz kutgan modelimiz bo'yicha, ya'ni bunda hamma kerakli faktorlar yig'ilgandan keyin biza bu yerda уже Amerika sessiyada bemalol algoritm bo'yicha o'sha bitimni ochsak bo'ladi. Demak, bu yerda bizada bunaqamiz ishladi. Bitimimiz ishladi. Pastroqga tushyapmiz, lekin bu zonani biz уже перелом qilganimiz yo'q. Ya'ni narx kuch bilan, impuls bilan tepaga harakat qilyapti.
Biza bu zonani уже buzdik, ya'ni strukturamiz уже o'suvchiga aniq mana shu yerda уже buzildi va biza aynan mana shu yerda ochiq qolib ketgan qaysi bir zonamiz bo'lsa, o'sha zonalardan misol uchun yana qo'shimcha bitim olishimiz mumkin. Qayerda bizda mana order blokimiz bor. Order blokimiz bor. Bu order blokdan keyin bizada kuchli bir impuls bo'lgan. Misol uchun mana shu order blokni ham olish mumkin. Mabodo narx shu zonaga kelsa, yana bir tepaga ketishga bir возможность berishi mumkin. Bu yerda mana kelib biz bu zonani перехай qilyapmiz. Bu nima uchun? Bu nima degani? Bu degani narx yana likvidность yig'yapti. Ya'ni mana shu joylarda ko'pchilik yana savdoga kiradi. Ya'ni trendoviy liniyamiz bor. Misol uchun. Buni proboyida ko'pchilik savdoga kiradi yana. Ya'ni sell traderlar savdoga kiradi. Narx bu yerda bizada yana likvidность qoldirib ketyapti. Ahamiyat beringlar mana. Biza bu yerda narx likvidность olyapti. Ya'ni mana bu zona biz uchun yanada kuchliroq hisoblanadi. Chunki biz bu yerda likvid qoldirdik. Ya'ni mana sellga kirganlarni stopini narx olib ketyapti o'sha bu yerda. Olgandan keyin biz qanaqadir bir reaksiya olamiz. Ya'ni mana bu yerda bizada kuchli bir anaqamiz bor. Buni tepasida bizda mana buy to sell harakatimiz bor. Shu buy to sell harakatning ichida M1 fair value gapimiz ham turibdi. Misol uchun. Demak, narx kelib aynan shu zonada bizaga to есть mana bu likvidность olindi. Narx har doim likvid olgandan keyin boshqa bir zonani yopishga harakat qiladi. U zonalar qaysi? Ya'ni likvid, boshqa likvid zona, fair value gap zonasi yoki order block zonasi. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Narx kelib likvid olgandan keyin disbalansga keldi. Bu yerda bizga reaksiya beryapti. Qatgacha borish ehtimoli bor. Ya'ni mana bu yerda bizda likvid qolib ketdi. Mana bu yerda likvidimiz bor. Shunga narx aynan shular hammasini olishga harakat qiladi deb o'ylaymiz. Narx kelib bu yerda bizga likvidность qoldirib ketyapti. Ya'ni biz bu yerda equal low'imiz turibdi. Ya'ni ikkita bir xil minimumimiz ochiq turibdi. Aynan bu zonamiz tagida. Bu yerda ham xuddi o'sha mana bu o'xshagan kartinka. Ya'ni bizda ochiq haylarimiz bor. Bu yerda ham bizda nima bor? Ochiq hay bor. Ya'ni biz yana bokovikka turyapmiz. Ya'ni mana bu yerdan biz prelow qilsak, prelow qilib yana diapazon ichiga qaytsak, bu biz uchun yana bir savdoga kirishga bir sabab bo'lishi mumkin. İşte tepaga kelib bu zonani перехай qildik. Disbalansimiz to'ldi. Bu yerdagi order blok test bo'ldi. Bu yerdagi order blokimiz test bo'lyapti. Buni o'chirsak ham bo'ladi. Buni ham mana bu yerda narx likvidность qoldiryapti. Lekin bizda agar bundoq qarasak, bironta minimum olinmagan likvidность qolyapti. To есть mana bu yoqqa kelganimizdan keyin narx yana bizga minimumlarni qoldiryapti. Mana shunaqa minimumlarni qoldirsa, anaqadan oldin, qanaqadir bir maxsus bir zonadan oldin shuni bilaylikki, bu sabab, ya'ni bu yerda ko'pchilik buyga kirgan, mana bu yerda buychilarni stopi bor. Aynan mana shu joyda buychilarni stopi bor. Shuning uchun o'tgacha tushmasligi ham anaqa stoplarni olishga juda bir muhim bir zonada. Opa, есть. Biz pastga tushyapmiz. Bu yoqqa pastga tushgandan keyin hamma likvidностьlarni olyaptilar. Sizlar уже bu yerda buy olsanglar bo'ladi. Nimaga tushuntirdim? Chunki bu bizada ochiq, aynan bu impuls ichida ochiq qolib ketgan zona. Shu edi. Qolgan hamma zona, ya'ni mana bu order blokimiz bor edi. Boya tushuntirganimdek. Keyin bu yerda qora order blokimiz bor.
Biz bu yerda ham test qildik. Bu order blokimiz, ahamiyat beringlar. Mana biz bu yerdan chiqdik. Tana bilan boshqa bu joyda narx bo'lmadi. Va aynan shu zonaga kelganda bu yerdan yana buy olishga sababimiz bor. Qatgacha, ya'ni biz hali ham o'sha maqsadimiz shu. 1 soatlik fair value'ga disbalancegacha narx ketadi deb taxmin qiluvdik boya. Ya'ni bu yog'iga ko'rishimiz mumkin narx kelinglar katta time frame'ga 15 minutlik time frame'ga qo'yib. Stoy. Mana biz maqsadga bu 1 soatlik disbalancegacha narx keldi. Narx chiroyli atrabotka beradi. Aynan mana bu zonada xuddi shu logikani asosida impuls korreksiya, impuls biza strukturani buzamiz. Bu yerda sell degan g'oya beriladi. Ya'ni 1 soatlik disbalans zonani ichida biz shunaqa kartina ko'rsak, situatsiya ko'rsak, bu yerdan yana sell olishga imkoniyatimiz bor. Ya'ni biz mana bu polni highlarni biz boya aytib o'tgan ochiq olib ketgan highlarni oldilar. Kuchli bir impuls bilan hammasini buzdi va bizda hali ham o'suvchi trendimiz bor. Ya'ni bu yerda bizda trendimiz buzilmadi. Hozir bizda yangi minimum shakllandi bu yoqda. Minimum shakllandi, bu yoqda bizda maksimum shakllandi, chunki biz bu yerda inducement oldik. Aynan mana shu yerda biza chiroyli atrabotka, tepaga ham, pastga ham. Shuning uchun o'rtoqlar, har doim ahamiyat beringlar. Narx kuchli bir zonaga kelishi kerak. Bundan keyin kichkina time frame, misol uchun H4 ga keldimi, keyin H1 ga o'tasizlar, M15 ga o'tasizlar, M5, keyin oxirida M1 da o'tib, tochka vhoda bo'yicha o'sha model bo'yicha savdoga kirsanglar, uni risk reward juda ham yuqori bo'ladi. Stop zona kichkina bo'ladi. Shuning uchun o'rtoqlar, ertaga yangi hafta boshlanadi. Xudo xolasa yanada sizlarga ko'proq yangi g'oyalar berishga harakat qilaman. Sizlarga hammamizga omad. Yangi haftada salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.